Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliya Premier Ligasining 16-turdan o'rin olgan Crystal Palace Manchester City uchrashuvida mehmonlar 0-3 hisobida g'alaba qozondi. Erling Haaland 41-daqiqada gol urib hisobni ochdi. 69-daqiqada esa Phil Foden uzoq masofadan chiroyli gol kiritdi. Bellashuvning 89-daqiqasida esa Haaland penaltini aniq amalga oshirgan holda dublni rasmiylashtirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abduqodir Husanov mazkur bahsda zaxirada qoldirildi. Shu tariqa Josep Guardiola shogirdlarining jamg'argan ochkolari soni 36 taga yetdi va shaharliklar turnir jadvalida 2-o'rinda bormoqda. Eron Pro Ligasining 14-turdan o'rin olgan bahsda Persepolis jamoasi Alyuminium Arakni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol 3-daqiqada Bifuma tomonidan urildi. Ushbu o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Oston O'runov asosiy tarkibda maydonga tushib 78 daqiqa harakat qildi. Shu tariqa Tehron klubining jamg'argan ochkolari soni 25 taga yetib, jamoa turnir jadvalida peshqadam bo'lib turibdi. Madridning Real klubi hujumchisi Vinicius Junior muvaffaqiyatsizlikni yengib o'tib, avvalgi darajasiga qaytishiga ishonmoqda. Braziliyalik pasayishining asosiy sababini yomon jismoniy holatida deb hisoblamoqda. U klub vakillariga shunday izoh berdi, deb yozadi Diario AS. Real prezidenti Florentino Perez 25 yoshli futbolchining dalillarini qabul qildi. Chunki jamoaning boshqa ko'plab futbolchilari xuddi shunday muammolardan aziyat chekmoqda. Viniciusning o'zi jismoniy tayyorgarlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishga muvaffaq bo'lsa, o'yini sezilarli darajada yaxshilanishiga ishonadi. Eron chempionati 14-turda Traktor o'z maydonida Paykan ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Dastlab 6-daqiqada mehmonlar Shahin Tavakkolining golli evaziga oldinga chiqib olgan edi. Mezbonlar safida Amir Husayn Husaynzoda va Mehdi Hoshim Najot tomonidan kiritilgan gollar irodali g'alabani ta'minladi. Traktor safida hamyurtimiz Odilxon Rabikov to'liq harakat qildi. Amaldagi chempion 21 ochko bilan turnir jadvalida 3-o'ringa ko'tarildi. Nasaf klubi tayanch yarim himoyachisi Murod Rahmatov mashg'ulotlarga qaytdi. Qarshi klubi hozirda Osiyo Chempionlar Ligasi elit musobaqasi 6-tur doirasida Saudiya Arabistonining Al-Ittiqod jamoasiga qarshi tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Ushbu mashg'ulotlarda Rahmatov ham qatnashmoqda. Eslatib o'tamiz, 23 yoshli Xavbek Qizilqumga qarshi o'yinda jarohat olgan edi. Argentina terma jamoasi Argentina futbol assotsiatsiyasi atrofidagi korrupsiya janjali fonida 2026-yilgi jahon chempionati ishtirokchilari safidan chiqarib yuborilish xavfi ostida qolmoqda. Bu haqda La Nación nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, AFA rahbariyati vakillari tashkilot rahbari Claudio Tapia, uning ishonchli shaxsi Pablo Abigino hamda Moliya departamenti rahbari o'rinbosari Luciano Nakis gumon ostida qolmoqda. Sud Pilar shahrida joylashgan 10 gektarlik qo'rg'on, undagi vertolyot qo'nish maydonchasi, ot boqish fermer xo'jaligi va 50 tadan ortiq retro avtomobillarga bo'lgan mulk huquqini o'rganmoqda. Qayd etilishicha, agar tergov yakunida sud ishlari boshlansa va futbol federatsiyasi faoliyatiga davlat aralashuvi mavjud deb topilsa, Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi FIFA Argentina terma jamoasini musobaqadan chetlatishi mumkin. Nasaf jamoa himoyachisi Umar Ishmurodov bilan shartnoma uzaytirilganini e'lon qildi. Nasaf futbol klubi jamoa sardori milliy terma jamoamiz a'zosi Umarbek Ishmurodov bilan shartnomani uzaytirdi. Umarbek Ishmurodov jamoamiz bilan 1 yillik shartnomaga imzo chekdi. Futbolchi 2026-yil oxiriga qadar biz bilan bo'ladi. Yangi mavsumdagi hamkorlik Umarbek va jamoamiz uchun samarali bo'ladi degan umiddamiz, deyiladi klub xabarida. Bundesliga chempioni Bavariya bilan amaldagi shartnomasi yakunlanib borayotgan fransiyalik markaziy himoyachisi Piotr Shanskuil Upamecano Yevropaning bir qator grantlari nazarga tushgan. 27 yoshli futbolchi uchun kurashga Angliyaning 2 grant klubi Manchester City va Chelsea ham qo'shilgan. Jurnalist Graham Bailey Twitter ijtimoiy tarmog'ida xabar berishicha, har ikki klub transfer bo'yicha harakatlarni boshlab yuborgan. Upamecano bu ikki klubdan tashqari Real, PSG va Liverpoolning ham transfer ro'yxatidan joy olgan.
Bavariya rahbariyati esa tajribali himoyachini klubda qolishga ko'ndirishga urinilyapti. Manchester City tarkibidagi eng katta raqobat himoya markazida yuzaga kelgan. Odatda aynan mana shu pozitsiyada o'ynashi kerak bo'lgan Abduqodir Husanov ham joy tegmayotganligi bois o'ng qanot himoyachisi vazifasida ixtisoslashiga to'g'ri kelmoqda. Shunga qaramay Josep Guardiola Transfermarkt portali tomonidan 60 million yevroga baholangan markaziy himoyachini erkin agent maqomida bepul olish imkoniyatini qo'ldan chiqarmoqchi emas. Superliganing amaldagi chempioni Neftchi kelasi mavsumda ham o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'ymoqda. Xabarlarga ko'ra, farg'onaliklar Okimkaning joriy mavsumdagi eng sermahsul futbolchisi Xurshid G'iyosov transferini hal qilgan. Shuningdek, Eronning traktor safida harakat qilayotgan Odil Hamrobekov bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Jarohatdan forig' bo'lgandan so'ng Po'lat safida ham o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan O'tkir Yusupovning ham transfer masalasi deyarli hal bo'lgan. Voqealar rivojini kuzatib boramiz. Yo'lbarslar kelasi mavsumda Elit Osiyo Chempionlar Ligasida munosib ishtirok etishni maqsad qilgan. Turkiya chempionati 16-turida Istanbul Başakşehir safarda Samsunspor mehmoni bo'ldi. O'yin Samsun shahridagi 19-may stadionida o'tkazildi. Istanbul Başakşehirning 2-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlangan o'yinda hamyurtimiz Eldor Shomurodov gol va assist qayd etdi. Eldor dastlab 66-daqiqada o'zi gol urgan bo'lsa, 83-daqiqada Bert O'zguyerning goliga assistentlik qildi. 87-daqiqada u esa almashtirildi. Yana bir hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev esa asosiy tarkibda maydonga tushib, 67 daqiqa harakat qildi. Istanbulliklar bu g'alaba evaziga 3 pog'ona yuqoriga ko'tarildi va 20 ochko bilan 8-o'ringa joylashdi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland Angliya chempionatining 16-turida Crystal Palace'ga qarshi o'yinda dubl qayd etib, Angliya Premyer Ligasi jamoalar safida urilgan gollar soni bo'yicha portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo natijasini ortda qoldirdi. Hozirda Erling Haaland Manchester City tarkibida barcha musobaqalarda 168 ta o'yin o'tkazib, 140 ta gol muallifi bo'lgan. Cristiano Ronaldo esa Manchester United'dagi faoliyati davomida 346 ta o'yinda 145 ta gol urgan. Joriy mavsumda 25 yoshli Erling Haaland klub safida barcha musobaqalarda 22 ta o'yinda maydonga tushib, 23 ta gol urdi hamda 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi.